Sizda ham shunaqa o'tin ko'mirli kotyol bormi? Yoqishda qiynalyapsizmi? Bizda bunga yechim bor. Byudjetniy variant. Oddiy reyka 1 santimetrga 1 santimetrli reyka P shaklida. Hop. Ikkita oyoqchasi. Keyin nima? Xitoy shunaqa 10 santimetrga 10 santimetrli ikkita ventilyator. Bittadan samarasiz qo'tirilgan. Bemalol. Xo'p do'stlar. Buni kotyolga qo'yamiz. Hozir yonib turgan holatini ko'rsataman. Bu ventilyator bilan ilashib olgan, zo'r ilashgan. Bunaqa ko'mir uvol qilib tutab turib yo'q bo'lib ketmaydi. Hozir 1 minut. Bu ventilyatorga shunaqa 12 voltli blok pitani asosimiz ishlab turibdi. Ko'rishingiz mumkin. O't holati. Blok pitanini tokka suqamiz. Endi mana tezlashib ketadi. 15 minutdagi holati mana shu. Gradus 40 da. 15 minutda mana o't. Hech qanaqa ko'mir tutab yo'q bo'lib ketgan joyi yo'q. Zo'r yonadi. Shunaqa o'tin ko'mirli kotyol ishlatadigan do'stlarga jo'natib qo'yasiz. Albatta videoga like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Qanaqadir variantlar bo'lsa kommentda yozing. Mana holati. Hozir o'chiramiz. Sразу pasaydi. Birorta kotyol, birorta chetida yonmay qolgan joyi o'zi yo'q. Hamma yo'qda. Xullas zo'r. Bezopasniyligi ham zo'r. Bunaqa taqab qo'ysangiz ham hech narsa qilmaydi. Lekin ko'mirni ko'p rasxod qilib buni sal tortib qo'yasiz. Bo'ldi. Kotyoldan 3-4 santimetr zo'r edi.